Agar andijonlik bo'lsangiz, videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ring. 9 yillik youtuber food blogerman. Hozirda Andijonda kulinariya studiyamni ochib, qizlarga pazandachilikdan dars berib kelyapman. YouTube'da salkam 1 million obunachi va 1000 dan ortiq retseptlar muallifiman. Hozirda bu pazandachilik kurslarimda juda ham ko'plab qizlar pazandachilikdan dars olib ketishyapti. Kurslarimiz narxi ham juda hamyonbop. Retseptlarimizdagi mahsulotlar ham har doim hammani uydan topsa bo'ladigan kundalik ratsiondagi mahsulotlar, lekin shunaqangi mo'jizalar yaratamizki, bularni tayyorlab bersangiz, oila a'zolaringiz sizlarni duo qilishi aniq. Kurslarimizga 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan ayol qizlarimiz kelib, hattoki 0 dan boshlab hamma sir asrorlari bilan bemalol o'rganib ketishlari mumkin. Bitta darsda ovqat, salat, shirinlik, somsa va har xil piroglar o'rgatiladi va har doim hamma pishirganlarimiz o'quvchilarga taqsimlab bo'lib beriladi. Kursimiz haqidagi barcha ma'lumotlarni videoning tagiga yozib qo'yaman. Murojaat uchun ushbu pastdagi telefon nomerlariga telefon qilib, kerakli ma'lumotlarni olib, kursga yozilib olishingiz mumkin. Shoshilinglar qizlarjonlar, o'quvchilar soni chegaralangan, tez orada darslarimiz ham boshlanadi.